Namangan viloyatining Pop tumani Chodak qishlog'idamiz. Bu yer o'zini takrorlanmas manzarasi va go'zal tabiati bilan boshqa manzillarga nisbatan ajralib turadi. Bu yer yozda juda ham ko'klam va suvlarning sharqirashi bilan chiroyli bo'ladigan bo'lsa, qish faslida ham o'ziga yarasha zavqi bor. Chodakning go'zal manzarasi sayyohlarning doimo e'tiborida. Yoz oylarida ko'klamliklardan zavq olsalar, qishda biroz sovuq bo'lsa ham kumush qishning ziynatidan bahra olishga oshiqadilar. Manzilda ishlab chiqarish korxonalari juda kam. Aholi asosan sayyohlarga xizmat ko'rsatish, ularga uyda tayyorlangan turli mahsulotlarni sotish bilan kun kechiradi. Chodak qishlog'ida istiqomat qiladigan fuqarolar ko'proq chorvachilik bilan shug'ullanishadi va asosan ayollar bir-biridan lazzatli ovqatlar, nonlar yopishadi. Daqibovlar oilasi ham chorvachilikdan yaxshigina daromad topayotganlardan. Ularning 20 ga yaqin echki va qo'ylari, 3 ta mollari bor. Echkilar bolalash arafasida bo'lganligi sabab hozir ulardan sut olinmaydi. Sigirlar esa bir kunda 5-6 litr sut beradi. Hozir ham endi kelinda qo'yib bo'sh bo'lmagan paytlarda borib sog'aman-u, yangi sigir oldik. Katta sigirni bolalarini sotib joyga sog'in sigir oldik. Bu sigirlarning endi ana qish kunida bolalarim issiqda sut ichadi. Ortganini qo'shnilar so'rashadi, oxir uzoqqa borib qidirib yurmasdan sotamiz. Nevaralar bor, o'shalarga oxir ishlatamiz. Echkilarchi echkilar? Echkilar mart oyidan ko'payishadi. Keyin mart oyida bo'lsa, mart-aprel sog'maymiz, may oyidan sutlari ko'payishga tushadi. O't ko'p bo'lib dalada. Keyin sog'amiz, mehmonlar kelsa o'zlari kelib qidirib, so'rab olishadi. Rosa pul bo'ladi. Echki bor. Hozir bir 10 ta echki, 10 ta qo'yimiz bor. Shavkat aka echki buzoq bilan, Ayzaxon opa esa nabira va uy yumushlari bilan ovora. Qishloqning manzarasidan quvvat olamiz. Bu yerdagilar qarimaydi deydi Shavkat aka. Biz shatga o'rganganmiz. Nimasi yaxshi endi bu yerda? Bu yoqda nima desam, endi kindiq qonimiz to'kilgan joy, birinchidan. Ikkinchidan, havosi toza. Suvi toza. Shuning uchun asha qarab tortaveradi o'zimiz. Ashada yashaymiz. Qaysidan Qo'qon shahardan kelgansizlar mana? Ulardan yaxshi gapiraman to'ychan. Mana shu qishloq, mana shu soy yoqalab kelgan insonlar hammasi yili bariq. Mukammal opa Mamajonova Farg'onaning Qo'qon shahridan Namangan viloyatining Chodak qishlog'iga turmushga chiqqaniga mana 20 yil bo'libdi. Shaharda o'qigan, shaharda yashagan opa qishloqning sharoitiga ko'nikishi biroz qiyin bo'lgan. Taqdir ekan, shu yerlarda yashamoqda. 3 nafar farzandi bor. Shaharda ham o'ziga yarasha sharoitlari yaxshi. Bu yerda ham o'ziga yarasha sharoitlari yaxshi. Har taraflama. Shunaqa shaharga. Nimasi yoqadi endi bu qishloqning nimasi yaxshi? Hamma pul sarflab keladi. Biz mana toza havoda yashayapmiz. Suvlarimiz chiroyli, joylarimiz chiroyli. Hamma havas qiladi. Hech ham nolimayman tushgan joyimdan. Mukammal opa tog' bag'rida yashagani sabab asosan echkichilikni yo'lga qo'ygan. Echki sutiga bo'lgan talab yuqori. Junidan esa paypoqlar to'qiydilar. Qo'shni shahar va tumanlarga sotadilar ham. Hamma shetda paypoq to'qiydi. Bekor o'tirmaydi bu yerda ayollar. Qo'ldan kelgancha ro'zg'origa inoqlar yordam berishadi. Siz ham echkichilikda o'sha echkilarni junidan paypoq to'qiysizmi? Ha, to'qiyman, biz ham to'qiymiz. Demak, to'quvchisiz ham? Ha, to'quvchiman, tikuvchiman, jelatkalar tikaman, unaqangi ayollarga hamma narsa. Echkilar sut beradigan vaqtda qancha sut olasiz? Masalan, bu yerda adashmasam bir 50 ga yaqin echkilaringiz bor. Ha, endi bittasi shu bitta chinnacha beradi. 10 tasini soqsam 2 litr sog'amiz. So'rab keladiganlar ko'p. Ha, rassa ko'p. Rassa doriga, ayniqsa erta bahorda rassa kasallar keladi. Qo'qondan, Farg'onadan 10 kun turib havo alishadi, sutlarni ichishadi, tuzalib ketadi. Rassa nima yaxshi anaqa nimalarga. Mukammal opa ovsin qilib Nargiza opani ham Qo'qon shahridan Chodakka olib kelgan. Nargiza opa tong saharda uyg'onib non tayyorlashga kirishdi. Qizi unga olov yoqishda ko'makchi. Shaharliklarga havas qilasizmi?
Yo'q, hozir ularni yashayotgan sharoitimizga o'zim endi shunga ko'nikkanman. Shaharliklar bizga havas qilishadi hozir. Nimasi yaxshi bu yerda? Toza havo, tog'li nimalar, suvlarimiz tiniq, sof. Yaxshi. Taraflama yaxshi. Xursandmisiz? Faxrlanasiz mana shu yerda yashayotganingiz? Faxrlanaman. Tog'da tayyorlangan nonni ham ta'mi boshqacha. Axir bu nonni tayyorlashda eng avvalo mehr berilsa, yog'li sut, saryog'ning o'rni bo'lak. Nargiz opa shaharda o'sgani bo'lsa-da, ammo chodak patini tayyorlashda unga teng keladigani yo'q. 14 yildan beri shu yerda istiqomat qilyapman. Non tayyorlashning sirini o'zlashtirdim deydi opa. Sekin sindirib. Nargiz opa, necha kunda endi non yopasiz? Bir haftada bir marta non yopaman. Endi bu nonni lazzatli ham, shirinroq ham bo'lsa kerak, har qalay tog'da pishadigan non. Ha. Shirin bo'ladi. Nimalar qo'shasiz mana nonni ichiga? Yog', sut qo'shamiz. Sut o'zlaringdan? Ha, mahallamizdan, o'zimizdan. Asosan bu qishloqqa keladiganlar o'zimizning O'zbekistondagilar va bu yerning go'zal manzarasiga ishqiboz. Qarang, manzara qanchalik go'zal. Yoz oyida minglab mehmonlar keladigan bo'lsa, qishda ham bu yerning go'zal manzarasini tomosha qilish uchun sayyohlar tashrif buyuradi. Chodakliklar har bir kuniga shukrona keltiradilar, to'y qiladilar, mehmonga butun qishloqni chaqiradilar. Mehr oqibat qishlog'ida hamma to'yga kelib, to'yboshni yaxshi kuylar bilan tabriklaydilar. Namangan viloyatining Pop tumani Zumrad qishda ham o'z go'zalligini yo'qotgani yo'q. Samimiy qishloq ahli manzilga kelgan mehmonni qo'li ko'ksida tabassum bilan kutib olishga tayyor.